Assalomu alaykum xalqim. Men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Mana shu ikkita reshotka tuxumni 55 ming so'mdan qilib beraman. Faqatgina 16-fevral kuni soat 9:00 dan kelib 55 ming so'mdan ikkita tuxumni xarid qilsanglar bo'ladi. Xudo xolisa svejiy bo'ladi. Sanjar, keling-ga. Mana buni necha pul sotishyapti mana buni boshqa joylarda? 85 ming, 90 ming. 85-90 sotishyaptimi? 3 ta kapsula tovar beradi. Biz necha pul qilib beramiz Sanjar? 76 ming qo'yamiz. 76 ming so'mdan bizani Ilon ota do'konimizdan xarid qilsanglar bo'ladi. 76 ming so'mdan bizga 38 ming so'm, ya'ni bir donasi 19 ming so'm. Xohlang bitta oling, xohlang ikkita oling. Biz sizlarni o'ylaymiz, biz sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Kapchonli kolbasalarimiz ham ikkitasi 38 ming so'm. Xudo xolasa, jigar. Mashina 20 mingdan ko'rdim. Bizga necha pul ko'rib, necha pul yoqamiz? Eti. 24 ming bu. Ikkitasimi? Hayronman. 12 ming so'mdan. 12 ming so'mdan biz sizlarga qilib beramiz. 12 ming so'mdan. Xo'p, xudo xolasa assortiment keng qilib qo'yganmiz. Sosiskamiz ikkitasi 30 ming so'm, ya'ni bir donasi 15 ming so'mdan. Assortimentimiz yetarli darajada bor. Tuxumni faqatgina bir kunga yoqamiz. Okay? Keyin sahifamizga obuna bo'lib qo'yinglar. Har doim shunday narx-navoni bilib turasizlar. Kommentariyani iltimos portlatib yuboringlar. Xudo xolasa biz sizlar uchun harakat qildik. Sizlarni Ilonli ota filialida kutib qolamiz. Murojaat uchun nomerlar bor. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin, like qizartirib qo'yinglar. Massalama.